Hmm. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalariningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'li Xamis, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmga parlament binosining oldida opam dadamga yangiz kishi namoyish qilyapman. Bugun Teslaga 2021 yil 8 oyning 18 kuni. O tarafda ma'lum afg'onlar uchun lekin mana shu ko'chmanlar idorasininki bir projekt uchun namoyish qilayotganlar bor ekan, human rights deb. Shunga agar biza qalaymiz ekan, shu mening oldim kelib turdim. Adam jihyada ayada turdim ki mana guvohlikni berishdan burun men yerga tinchroq men yerga keldim. Odatda meningki namoyish qilgan o'rnim o tarafda. Endi varang-churunglar bo'lib qolsa, men tarafga kelib men guvohlik berib ketaman. Mening dadam Hamid Abdurahmon bo'lsa 1954-yil 5-oyning 20 kunida tug'ilgan. Bu tigidagi kimlik nomeri Ilo oblastda telegraf idorasidan dam olishga chiqqan. Apam Sadat Povdin bo'lsa 1956-yil 8-oyning 21 kuni tug'ilgan. Bu tigidagi kimlik nomeri ile qatnash burunqi Elefandiyandan qatnash bo'limidan pensiyaga chiqqan. Mening apam dadam 2017-yil 1-oyning 27 kuni sahar soat 9 atrofida Ilo oblastda bexatarlik saqlash tarmoq tarafidan tutib ketilib, Bozlik turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirgan. Undan bo'lsa shu yipiqalatni sut ichib opam dadamni birinchi qitimda 5 yillik, ikkinchi qitimda 18 yillik kesib o'tgan. Meningki opam dadamninki kesib ketishningki tükki sababi bo'lsa, birinchidan shu nimaga bu meningki Shvetsiyaga o'qishga chiqib, mishar qilib qolgan degan siyosiy panohligan, siyosiy ishlarga aralashgan deb mishlar kesib o'tgan. Ikkinchi qitimlikda bo'lsa, opam dadamni shu 2014-yili Turkiyaga chiqib tuqqanlar bilan ko'rashdi deb shunday qildi. Men Xitoy hukumatiga shuni kesib aytalaymanki, meningki ota-onam gunohsiz. Xitoy hukumati esa meni opam dadamni shaxsiy qo'yib berishi kerak. Xitoy hukumati 2017-yildan keyin 2014-yildan boshlab yoshirin holatda, uningdagi 2017dan boshlab ochiq holatda vatanimizda irqiy qirg'inchilik qilib, Uyg'urlarni so'lab, Turkiya millatlarini so'lab, bularga irqiy qirg'inchilik qildi. Mening opam dadam shu irqiy qirg'inchilikningki bir parchasi bo'lib qoldi. Xitoy hukumati 2000-yili Dunyo sud tashkilotiga kirgan chaqda Xitoydagi chet eldagi Uyg'urlarga, ya'ni Uyg'urlarga emas, chet eldagi xorin deydi, ko'chmanlarga har qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, shu oil tabobatlikni tagmaslik 89-yildagi Madaniyat inqilobidagi kommunistik partiya qurilgandan keyingi har qanday qilmishlarga xotima beradiganligi, o'zininki dunyoninki demokratizm bo'yicha mangadiganligi, xalqininki qo'shiq to'ysa, kiyimninki g'amida, qo'shiqning g'amidan eshinsa, asta-asta demokratiyaga qarab mangadiganligini va'dalarni berib, buninki dunyoga xo'ja bo'lmaslik to'g'risida va'dalarni berib, buningmi YouTube'da Deng Xiaopingninki yuanda so'zlagan so'zlarmi bor. Shunday narsalarni qilib, dunyoni aldab, dunyoninki fabrikasi, iqtisodiy dunyoga texnikalarni o'g'irlab, bizningki vatanimizda sharoit yetilgandan keyin shunday irqiy qirg'inchiliklarni qilib, xalqimizni dafsanda qildi, o'ltirdi, tug'mas qildi, bosqinchilik qildi, cho'ng kichik demay, mana bu 60 ta oshqa odamlarni turmaga solib, hozirgacha bularni o'zininki qattiq rejim ostiga etkazdi. Men navbatda hozir 2021-yil 8-oyning 29 kuni Shvetsiyaning parlament a'zolari keldi. Men 249 dona parlament a'zosiga xatlarni yozib, tayyorlik bosqichida Xitoy hukumatini men jinoiy ishlar sotiga a'zo davlat Shvetsiyaning bo'lish bilan berishga qaror qilib bo'ldim. Xitoy hukumatiningki cho'qim jinoyatini Xitoy hukumati hamon pachildi qarindoshlar. Shuningga shundaq ICC tava davlatdagilar basanglar bo'ladi. Undan keyin Shvetsiyaningki endi har xil matbuotlarni, har xil hukumat chaqiriqlarga yalak berib, endi ota-onamningki rasmiy holatda endi men bir kunmi to'xtamay Xitoyningki mushu qilmishiga qarata men Shvetsiya matbuotlarida
shundaqla irqiy qirg'inchilikni anglatqash, shundaqla ota-onamninki turmush ekanligini, kesilib ketganlik to'g'risizlikini bayon qilish orqali men Xitoy hukumatiga shuni deymanki, mening ota-onam qonunsiz, gunoh yo'q. Shuningga sen opam dadamni shaxsiz qo'yib berishing kerak. Boshqa qarindoshlarmi ota-onalarininkiga davomli ega chiqish kerak, jim turib olmaslik kerak. Meningcha qarindoshlar asta-asta uyg'onib atadiku deyman. Mushu qarindoshlarninki Yevropa emas, faqatla Yevropa emas, demokratik ellardagi parlament binolarining oldida bo'shliqni to'ldirib, mushu ota-onasi uchun kurash qilishini tavsiya qilaman. Undan keyin mening opam dadamninki so'nib ketishningki birinchi sabab bo'lsa, meshadan ketgan bir g'uljilik jasus meningki ishki materiallarimni olib Xitoyga ta'minlagan. Undan ikkinchisi bo'lsa, mushu qurultaydagi bir odam mushu ota-onamga bo'lgan sevgimdan, mehrimdan foydalanib, meni qaqib qildi, qo'ydi, psixikamni buzdi. Undan keyin meni jasus qilmoqchi bo'ldi. Shuningga men bu yo'lda hargizmi to'xtab qolmayman. Men Xitoy hukumati bilan birga yana Xitoy hukumatiga ishlagan jasuslar bilan bo'lgan bu jangni hargiz to'xtatmayman. Shuningga qarindoshlar omon bo'linglar. Men bu o'zimniki namoyishni qilaveray. Rahmat. Fascist China, terrorist China. Fascist China, terrorist China. Stop China folk murdery. Fascist China, terrorist China. China, stop folk murdery. China, stop folk murdery. China, stop folk murdery.